bugungi kunda tizza bo'g'imida og'riqlar juda ham ko'payib ketgan. Ayniqsa yosh o'tgandan keyin yoki ortiqcha nagruzkalar tufayli tizzadagi tog'ay qatlami yemirilib ketyapti. Bunaqa paytda birinchi bo'lib hamma ukol doriga yopishishni o'ylab qolgan. Birinchi navbatda ukol qildirsam yaxshi yoki bo'lmasa shu internetlarda ko'payib ketgan bitta ukol bilan tuzatib yuboramiz yo mana shu turdagi reklamalar orqali ko'pchilik aldanib qolyapti. Qachonki shu nagruzkani bo'g'imdan olmagunimizcha u yerda yemirilayotgan tog'ay qatlami tiklanmaydi. Ko'pchilik tizzadagi og'riq boshlangan paytda bunga yuzaki qarash bilan hozir darajalarni oshirib yuboryapti. Bu nima degani? Ya'ni birinchi darajada borganda artrozda unchalik og'riq bo'lmaydi, bilinmaydi. Lekin bitta ukol bilan 1,5 yil, 2 yilgacha yaxshi yursa bo'ladi. Bu nima degani? Bizga jo'natilayotgan og'riq signali ukol orqali muzlatiladi. Muzlatilgandan keyin tanamiz og'riq sezmaydi, lekin kasallik ildizi joyida turadi, hech qayerga ketib qolmaydi. Chunki ukol bo'g'imdagi bosimni kamaytirmaydi. Bosim kamaymagani hisobiga, biz og'riqsiz bo'lganimiz hisobiga biz uni battar ezib, bosib, ya'ni o'sha hayotiy vazifalarni bajarishda davom etamiz. Buni ketidan sekin-sekin tog'ay qatlami yupqalashishni boshlaydi. Buni oqibatida daraja kattalashadi, suyaklar bir-biriga ishqalanadi. Undan keyin ukol ta'siri tarqagandan keyin og'riq yana ham kuchliroq bo'lib qaytib keladi. Keyin yana boramiz, doktorlarga murojaat qilamiz, yana tizzadan ukol olamiz. Keyingi safar bu ukolimiz 6 oyga yoki bo'lmasam 1 yilga yetib berishi mumkin. Lekin kasallik ildizi rivojlanishda davom etib ketaveradi. Bu xatoni ko'pchilik hozirgi kunda deyarli 80% odam takrorlayapti. Bizga kelayotgan bemorlarning ko'pida hali ikkinchi darajali artrozlar juda ham kamdan kam uchrayapti. Ya'ni o'sha 3-daraja, 4-darajaga yetib olgandan keyin ukol dorilarning ham ta'siri bo'lmagandan keyin, ya'ni ukol qilsa ham og'riq qolmay qolgandan keyin, qiynalgandan keyin kelishyapti. Bu darajada davolash biroz murakkabroq bo'ladi. Agar shu narsani birinchi stepen paytida, birinchi daraja paytida kelib turib bizga murojaat qilishganda, biz uni muskullarini tekshirib, tonusini tiklash orqali shu joyi o'zidayoq xudo xolasa shu muammoni to'xtatib bergan bo'lardik. Lekin ko'pchilikning xatosi mensimaslikda, yengil og'riq bo'ladi. Bitta ukol bilan 1,5 yil, 2 yil yo'q bo'lib ketgandan keyin endi hamma ham og'riq bilan baholaydi muammoni. Tizzamizda bo'ldi, muammo hal bo'ldi degan o'y xayol bilan 1,5 yil, 2 yil vaqtimizni o'tkazib qo'yamiz. Buni orasida darajalar kattalashib, keyinchalik bizga kattaroq muammo tug'diradi. Tizza og'rig'i deganda tizza faqat bitta bo'g'im emas, bitta bo'g'imda muammo bo'lyapti degani emas. Bu butun tana bo'ylab bo'layotgan muammo hisoblanadi. Chunki tizzamiz bizning asosiy ko'tarib turuvchi bo'g'imlarimizdan biri hisoblanadi. U yerda bo'layotgan muammo bo'lishi mumkin oyoq pastida, ya'ni stapa qismidagi noto'g'ri harakat orqali yoki bo'lmasa tizzaga berilayotgan ortiqcha yuklama yoki bo'lmasa o'sha tanamizdagi orttirilgan jarohatlar oqibatida muskullarning bo'shashib qolishi orqali bo'layotgan muammoligini ko'pchiligimiz hozirda bilmaymiz. Tizzamiz og'risa, demak faqat muammo tizzada ekan degan noto'g'ri xayol bilan muolaja olinyapti. Lekin tizzadagi muammoni asl sababini qidirib chiqadigan bo'lsak, olingan jarohatlar, o'sha qorin qismida yoki bel qismida o'tkazilgan operatsiyalar yoki bo'lmasa to'piq qismidagi qayrilish, sinishlar bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa bo'ladi? Agar to'piq qismimizda qayrilish, sinish bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda o'sha muskullardagi balans buziladi. Muskuldagi balans buzilgandan keyin tizzaga tushayotgan bosim noto'g'ri taqsimlanadi. Ya'ni bir burchagiga yoki yon tomondan yoki oldi tomonga ko'proq bosim bo'lishi boshlaydi. Bu holatda yillab yurganimizdan keyin, ya'ni 2 yil, 3 yil tog'ay qatlamimiz chidamli bo'ladi aslida, lekin unga noto'g'ri bosim tushirganning oqibatida yillab vaqt o'tgandan keyin bu narsa birinchi menisk jarohatiga, undan keyin artrozga olib keladi. Shu joyda xato qilmasdan imkon boricha to'g'ri tashxis qo'yib, muammoning ildizini topib davolansa, bu narsa orqaga qaytishi 100% holatdan 70-80% ga to'g'ri keladi. Qolgan 20-30% da shamollash, yallig'lanish kabi qo'shimcha muammolar kelgani uchun kompleksni yondashuv talab qiladi. Ya'ni kompleksni yondashuvda ham yallig'lanishga qarshi muolaja, ham muskullar bo'shligiga, ya'ni artrozni sababiga qaratilgan muolajalar o'tkaziladigan bo'lsa, muolaja mukammal bo'ladi va o'sha 100% tuzalishga erishilsa bo'ladi. Albatta, bu muolajalar orqali har bir bemorda natija har xil bo'ladi. Ya'ni yoshga, vaznga, undan keyin tanadagi resurslarga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Muskullarning balansini tiklash, o'sha asosiysi bu yerda shu muskul balansini tiklab,
tizzaga tushayotgan bosim nima sababdanligini topib, uni bartaraf qilish orqali muammoni ildiziga yetib borsa bo'ladi. Ko'p tekshiruvlarimiz natijasida shu kelayotgan bemorlar, yuzlab, 200lab bemorlarning orasida tekshirganimizda 80% holatlarda bel qismidagi o'sha o'tirg'ich nervi deymiz, sedalchiy nervi qisilishi orqali oyoqdagi muskullarga kelayotgan energiya, ya'ni quvvat pasayib ketgandan keyin tizzadagi bosim kuchayib, suyak yemirilishiga o'tib ketadi. Bu narsada ko'pchilik faqat tizzani o'ziga e'tibor berish orqali muammoni ildizini yashirib, faqat simptomni davolashga o'tib ketiladi. Agar muammoni ildizini topadigan bo'lsak, beldagi qisilishni ochib, oyoqdagi quvvatni joyiga tiklasak va o'sha dekompression mashqlar orqali bemorni tizza mushaklarini mustahkamlab, orasidagi bosimni kamaytirish orqali to'liq yechimga erishsak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tizzadagi o'sha tog'a yemirilishiga har doim ham ukol bilan yechim berib bo'lmaydi. Bu holatda asosan muskullarning tonusini tiklash, vaznni nazorat qilish, to'g'ri mashg'ulot bilan va o'sha yeyotgan, ichayotgan mahsulotlarimizni bezararligiga ishonch hosil qilib, shu orqali muolajalar qilinadigan bo'lsa, samarali yechim topsa bo'ladi. Bunda bizga o'sha kinezologiya va pediter uslublari juda ham yaxshi samarali yordam beradi. Shu pediter uslubida tanadagi travma shramlar orqali muskul tonusini tiklash mumkin. Buni ilojisi bor. Ya'ni o'sha miyaga ketayotgan signal orqali o'sha muskul tonusini tiklasa bo'ladi. Shramlardan, o'sha travmalardan, operatsiya jarohat o'rinlaridan noto'g'ri signal jo'natiladi har doim. Shu orqali mushaklarimiz bo'shashib qoladi. Yaqindagina bitta misol qilib o'taman. Bir bemorimiz keldilar. Ayol kishi bemor. Ularda tekshirganimizda oldi zanjirda, ya'ni o'sha oyoqlaridagi mushaklarda bo'shashlik ko'p ekan. Tekshirish natijasida o'sha MRT xulosalarida ko'rganimizda 2-stepen suyak yemirilishi berilgan edi. Bunga asosiy sabab shu keservadan qolgan o'sha jarohat orqali, o'sha shram orqali tanadagi old qismdagi mushaklar o'chib qolishi bo'ldi. Biz shu shramlar bilan ishlash oqibatida tanadagi o'sha muvozanatni joyiga tikladik. Muskullarga tonus keldi. Undan keyin o'sha patsientimizga dekompression mashqlar buyurdik. Ularni bajarganlaridan keyin holat ancha yengillashdi. Qayta MRT qildirganimizda bu birinchi stepenga qaytganligini ko'rdik. Bunga ketgan vaqt oralig'ini aytadigan bo'lsam, 6 oy, 7 oy muddat ketdi. Ya'ni o'sha 6 oy ichida 3 marta yo adashmasam 4 marta ko'rik qildik. Shu 6 oydan keyin tushgan MRTlarida solishtirganimizda birinchi stepenga qaytganini ko'rdik. Ya'ni o'sha qilinadigan ish ortiqcha ukol dorilar berilmadi. Faqat shu tizzadagi mushaklarning balansini joyiga tikladik. Bundan keyin o'sha 6 oy davomida mashg'ulotlarni o'tkazganlaridan keyin qayta ko'rik qilganimizda, MRTlarga tushirganimizda birinchi stepenga qaytganini guvohi bo'ldik. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar, holatlar bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yana ham qiziqroq videolar qo'yib boramiz, kuzatib borishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.